Bugun hurmatli marhamat Chorvoy kanali obunachilari, hurmatli sizga Chorvoy ishbozlar, aybiy ishbozlar, bugun sizlarga Andijon viloyat marhamat mol bozoridan bo'g'osilarni arzu qilamiz. Video ko'rishdan oldin like bosib, obuna bo'lganlar obuna bo'lib ko'rasizlar. Xudo xolasa qadrdonlar. Domla nechta bermadingiz? Assalomu alaykum. Nechta bermadingiz domla? Necha oylik? 6 oylik birinchisiga 30 million so'mga berilmoqchi qadrdonlar. Xudo xolasa chiroyli mol ekan mana. Marhamat mol bozorida oma stoykalari bor. O'ta chiroyli mol ekan mana. Mana shuni hozir shunday rasm qilib fonga qo'yib qo'yamiz. Mana. Hozir aka nechta bermadingiz? Assalomu alaykum. Nechta bermadingiz? 22 million 200 mingga bermadi. Necha oylik? 6 oyda 7 oy hisoblanadi. 7 oy hisoblanadi. 22 million 200 ga beriladi. 22 mi? 22 million 200 hisoblanadi. Nechisini tug'adi? Nechisini tug'adi? Birinchisiga bo'g'oz. Xudo xolasa qadrdonlar bu molimiz. Qoraxonadan so'rayotgan obunachilarimizga chiroyli mol ekan. Navbatdagi molimiz shved. Boyaga shved nechta bermadingiz? 22. Necha oylik? 6 oylik bo'g'oz. Nechisini tug'adi? 3-sini tug'alagan qadrdonlar. Shvedimiz 6 oylik 27 million so'mga 27 million so'mga berilmayotgan qadrdonlar mana. Chiroyli mol ekan xudo xolasa. Nech bilan bermadinglar bularni? Nech bilan bermadinglar? Ularda bunisini 26 berib, 26,5 bermadim, bunisini 22,5 million. 26,5? 26,5. Buchi? 22,5. 22,5. Necha oylik bunisi? 8 oylik ekan 26,5 million so'mga. Bu kichkinasi necha oylik? Kichkinasi. Kichkinasi 3 oylik gumon. 3 oylik gumon. Ikki ham biri tug'an, ha? Ha. Qadrdonlar xudo 8 oylik, nargisi 3 oylik gumon ekan, ikkovi ham biri tug'an ekan. 26,5 mi, 23,5 million so'mga berilmayapti. Qadrdonlar bunisi yeriroq, kishiroq ekan. Bunisi qadrdonlar kichik aroqroq, chiroyliroq. Yo'q, ikkovi ham narsa mol qiladigan mol ekan, xudo xolasa qadrdonlar. Shvedlar. Boyaga nechta bermadingiz? Nech bilan bermadingiz boyaga? Aka 97 million bu. Ikkovi. Necha oylik? 9 oydan. Yo'q, tug'adigan. Tug'ma o'rnachi. Birinchi tug'ma o'rnachilar 97 million so'm so'rayapti. Berilmayapti qadrdonlar. Ikkovi ham birinchisini tug'alagan xudo xolasa. Baklar kunligi qoldimi aka? Kunligi qoldimi? Ama chiroyli mollar ekan xudo xolasa. Hijolat qilmaydigan akalar mana. Ikkovi nomer aytib bersinmi aka? Aytib qo'ying. 77lik 233 88 08 aloqa chiqarasan. Mol ko'pan shvedlari. Bexijolat aloqa chiqarasan. Ama mollar haqiqatda chiroyli, haqiqatda go'zal mollar ekan. Bu nech pul? Nech pul? Sütü üstü. 15 ta süt beryapti, bolasi hibrid ekani. Nech pulga bermaydi? Nech pulga bermaydi? Nech pulga bermaysiz aka? 62 million so'mga berilmoqda. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 15 ta ekan qadrdonlar. Yo'q. Ash nomeriga chiqishaveradi bunga ham bexijolat qadrdonlar. Bola baylangan, hibrid ekan bola, xudo xolasa. Xijolat qilmaydigan chiroyli, go'zal bola ekan qadrdonlar. Ha.